Hayotning ziynati sevib sevilish. İnsonga atodan azaliy meros. Bu dunyodan hech kim o'tmasin yolg'izlik faqat yaratganga xos. Kimga nasib qilsa gar soliha yor, Tangridan yaxshilik yetguncha so'z. Bu dunyo o'tkinchi bir g'alaba bozor. Har kim sevgani bilan bu hayotda bir o'ziga ko'z. Ilohim bir-birlariga munosib bo'lib turgan yoshlarimizni baxtlari abadiy bo'lsin deb chin qalbdan yana bir bor duo qilib qo'yamiz. Endi esa azizlar, har galgidek yana qator qo'shiqlar. Qator chiqishlardan so'ng to'yxonamizda yana to'xtalish bo'lar ekan. Ushbu to'xtalishlar ham bugun ajoyib bo'ladi. Ya'ni davramizni yana bir qator tilaklar bezab boradi. Mubolag'a qilmaymiz, demak to'yxonamizni ushbu tilaklari uchun davramizda bugun to'yxonamizda mahalla yo'llari qatnashyapti. Bugun bir qator onaxonlarimiz, yangalarimiz, opa-singillarimiz ham shu to'yxonani bugun alohida bezashgan. Endi mahalla nomidan Dilfuzaga sizni yonimizga taklif qilamiz. Endi bugun savval ham aytdik, har kimning o'z o'rni bor. Har bir tilak bugun alohida o'ringa ega. Sadolat engamiz bor, Dilfuza engam birgalikda kelasizlar. Ayollarimizni bugun ketma-ket jarak sochayotgan tilaklari yoqimli ko'rinish olyapti va mana shu tilaklar ilohim ijobat bo'lsin deymiz. Tilak bildirgan yaqinlarimizni ham yaratgan murodlariga yetkazsin deymiz. Endigi tilaklar esa butun qo'ni-qo'shnilar, mahalladoshlar, ko'chadoshlar ham bizni to'yxonamizni alohida bir bo'g'ina hisoblanadi. Kelaverasiz. Endi bir kishidan ikki kishi yaxshida. Endi to'y avvalambor sizlar avvalo to'ylar qulluq bo'lsin deymiz. Xursandchilik muborak bo'lsin deymiz. Endi bir yaxshi tilak bo'lsa, shu tilaklar endi bugun esdalik bo'lsa, marhamat. Allohu akbar. Rahmat, sog' bo'ling. Mahallamiz ayollari bir xizmat so'zimiz isbotiga o'ynab beramiz ekan. Rahmat Dilfuza yanga, o'zimda eng yaxshi ko'rgan yangam. Bu gaplarda jon bor. Shu yangam bizga kelin bo'lib tushganda biz yosh bola edik. Mana shu yangamda yomonlik ko'rmadik. Kerak bo'lsa mana shu havas qilib shu yangamni bugun yo'lidan ketdik. Haqiqatan ham ustozi bo'ladi. Qarsachi olib qo'yinglar. Hech qayerda shunaqa kelin salomchi yo'q. Dilfuza yangamni mendan ham ko'p odam taniydi. Yangam rizo bo'lsin. Endi hozirgi gapni davom ettiramiz. Qo'ni-qo'shnilar endi bir davraga chiqasizlar. Faqat sizlar uchun qo'shiq bo'ladi, marhamat.